UMS mobil aloqa operatorining ma'lum qilishicha, 2017-yilning 9 oyi davomida kompaniyaga abonentlardan 3 milliondan ortiq murojaat kelib tushgan. Ularning aksariyati kompaniya taqdim etadigan qo'shimcha xizmatlar va tarif rejalariga oiddir. Murojaatlarning 1% dan kamrog'i abonentlarning e'tirozlariga to'g'ri keladi. Abonentlar kompaniyaga yana qanday savollar bilan murojaat qilishmoqda? Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Bugungi kun holatiga UMS mobil aloqa operatorining 2,5 milliondan ziyod abonentlari mavjud. Kompaniya ularga yuqori darajada xizmat ko'rsatish va har bir murojaatga o'z vaqtida e'tibor qaratishga intiladi. Kompaniyaga murojaatlar kelib tushadigan kanallar bilan yaqindan tanishamiz. Abonentlardan kelib tushadigan savollarning soni bo'yicha ko'proq odatdagidek UMS Call markazi turadi. Barcha murojaatlarning 90% dan ziyodi shu yerda qayta ko'riladi. Qolgan kanallar orasida taxminan bir xil pozitsiyani egallaydigan mijozlarning kompaniya ofislari, qarshi aloqa shaklida UMSning rasmiy sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari va Facebookdagi potrебитель, ya'ni iste'molchi guruhi. UMS bosh direktorining virtual qabulxonasi ham bor. Call markazga tushayotgan murojaatlarning 27% ga yaqini u yoki bu xizmat uchun to'lovlarga taalluqli. Call markaz operatorlari mijozlarga maslahat berib, ularga qanday pullik xizmatlar qo'shilgani va abonent ularning qay birini ishlatgani haqida ma'lumot berishadi. Call markaz operatori joyida hal eta olmaydigan savollar bo'yicha esa buyurtma to'ldirilib, maxsus texnik yordam guruhiga beriladi. Umuman olganda, mobil aloqa operatorlari haqida so'z borganda, odamlardan har kuni balansimdan ma'lum miqdordagi pul yo'q bo'lib qoladi. Aloqa uchun kechagina pul to'lagandim, bugun esa qarz bo'libman kabi anchayin bahsli vajlarni eshitish yoki o'qish mumkin. Shuni hamisha yodda tutish kerakki, agar to'lov borasida biror shubha tug'ilgudek bo'lsa, istalgan paytda mobil operatorlarga murojaat qilib, kerakli tushuntirishlarni olish mumkin. Mobil aloqaning barcha turlari bo'yicha hisob-kitoblar maxsus uskuna, ya'ni billing tizimida amalga oshiriladi. Bu tizimda barcha tariflar va servislar haqidagi ma'lumot saqlanadi va abonent ulardan foydalangan hajmdan kelib chiqib, tizim avtomat ravishda xizmatlar qiymatini hisoblab chiqadi, mijozga berish uchun tayyorlab qo'yadi. Bu borada inson aralashuvi minimumga yetkazilgan. Odamlar emas, balki aynan kompyuterlar abonent qancha megabayt sarflagani, necha daqiqa gaplashgani, to'plamni amal qilish muddati qachon tugagani va xizmat ulangani uchun balansdan qancha miqdorda pul yetishi kerakligini hisoblaydi. Bu juda mushkul tizim bo'lib, haftasiga 7 kun davomida kecha kunduz 24 soat ishlaydi. Uning uzluksiz ishlashini o'nlab mutaxassislar kuzatib borishadi. Lekin har qanday qiyin tizimda bo'lgani kabi, billingning ishida ham ayrim hollarda noaniqliklar kuzatilishi mumkin. Masalan, UMS mutaxassislari ta'kidlaganidek, kompaniya tajribasida tarif rejalari bo'yicha abonent to'lovi 2 marta yechilgan holatlar ham bo'lgan. Bu nima degani? UMS kompaniyasining aksariyat tarif rejalari oylik abonent to'loviga ega. U har yangi oyning birinchi sanasiga o'tar kechasi yechib olinadi. Agar abonent yangi ulangan bo'lsa yoki tarifini endi o'zgartirgan bo'lsa, keyingi kunga o'tar kechasi yechib olinadi. Ba'zi hollarda abonent oy almashayotganda, masalan, 30-sentyabrdan 1-oktyabrga o'tar kechasi o'z tarif rejasini o'zgartiradi. Lekin aynan shu paytda amaldagi barcha tarif rejalar bo'yicha abonent to'lovlari yechib olinayotgan bo'ladi. Natijada abonentning balansidan eski tarif rejasi uchun va yangi tarif reja uchun abonent to'lov yechib olinishi mumkin. Aynan shuning uchun tarif rejalariga izohda va abonentlarni konsultatsiya qilishda UMS kompaniyasi oylik abonent to'lovi bor tarif rejalarini oyning so'nggi kunida, ya'ni 30 yoki 31 sanasida soat 23:30 gacha o'zgartirish kerakligini uqtiradi. Shunga qaramay, abonent to'lovi 2 marta olingani haqida murojaatlar mijoz foydasiga hal qilinadi. Mobil aloqa operatori eski tarif rejasining haqqini abonent balansiga qaytaradi yoki unga loyiq daqiqa, megabaytlar yoki SMS beradi. Umuman, agar texnik sabablar bilan qandaydir xato yuz bersa, kompaniya masalani mijoz foydasiga hal qiladi. Mavzudan qat'iy nazar har bir shikoyat yaxshilab o'rganiladi. Abonentning xatti-harakati tarixi ko'tariladi, muammoning asl sababi o'rganiladi. Ayrim holatlarda abonentning farzandlari ruxsatsiz telefonni olib, internetdan foydalanishi mumkin yoki qo'ng'iroqlardan foydalanishi mumkin. Va natijada abonent bundan bexabar kompaniyani megabayt yoki daqiqalar yo'qolganlikda ayblashadi. Shuning uchun har bir holat o'ziga xos ravishda o'rganiladi va qonunda belgilangan tartibda sinchiklab o'rganiladi. UMS mobil aloqa operatori mijozlarga har qanday savol tug'ilgan vaqtda kompaniyaga murojaat qilishni tavsiya qiladi. UMS Call markazi mutaxassislari mobil aloqa va internetga oid savollar bo'yicha kecha-yu kunduz yordam yoki maslahat berishga tayyor. Mabodo mijozlarda qiynayotgan yoki boshqa muhim savollar bo'lsa, u holda bevosita UMS rahbariyatiga murojaat qilishlari mumkin.
hozirgi kunda O'zbekistonda barcha pog'onadagi rahbarlar aholi bilan muloqot qilishga juda qattiq o'zini qaratishgan. Xususan har bir rahbarni virtual qabulxonasi tashkil topgan. UMS kompaniyasi bosh direktor virtual xonasi 7 oy mobaynida o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Ushbu virtual qabulxonaga qilingan murojaatlarning barchasi bosh direktor tomonidan shaxsan o'rganib chiqiladi. Shu virtual qabulxonaga qilingan murojaatlarning 90% bir kun muddat ichida yozma ravishda javob kerakli bo'lgan murojaatlar 3 kun muddat ichida ko'rib chiqilyapti. Ochiqlik, ishonch, o'zaro hurmat. Abonentlar bilan munosabatda UMS aynan shu tamoyillarga tayanadi va shu tamoyillardan kelib chiqib, ular bilan qarshi aloqani amalga oshiradi.